Menga ikizmas qiziz kerak. Qizim tugul senga. Itimni ham bermayman. Pashshol kuchotdi, tingni top. Hamma yigitam yigit odam ayiravermang. Sen odam emassan. Yana senmi sho'rtim shu qizimga gulab keldingmi? Bu gul sizga. Gap katta ayolga gulab keladi. O'zim menga bermaganingizdan bari kimgadir berasiz-ku, yassi qilasiz o'zingizga. Kimga bersam ham senga bermayman. Qizimni kelajagi muhim menga. Mana o'tingni molingga ber. Bugun dangal gapiraman. Qizingizni bersangiz bering deyman, bo'yicha o'g'irlab ketaman deyman. Ha? Sizga jiyda olib keldim so'zi. Menga qara. Sen o'zingga mos qiz topolmasang ham, lekin nima ichishni bilar ekansan, ha? Kanishda, bu jiyda qolgan ichimliklarga nisbatan 50% shakar kamroq gazsiz ichimlik. Shakarsiz narsalarni yaxshi ko'rardim. So'r bo'ldi-yu, lekin qizimni senga bermayman. Nimaga? Sen ishlab bir tim pul topmaysan. Qizimni kelajagini senga qanday ishonaman? Assalomu alaykum, ojon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, Bo'ydobek. Sigirimni buqalaringizga olib keldim, bir zaksdan o'tkazaylik. Pasporti bu. Ha, ana kichkina buqachani ol. Ya, kichkina buqachangiz bo'lmaydi, katta gallandskiy buqangiz bering. Farqi nima? Ikkalasi ham mol-ku. Menga buni kelajagim yo'q. Bular emas buqaga yetavermayman-ku. Ha? Siz molingizni kelajagi uchun buqa tanlasangiz yaxshi ekan-ku, biz qizimizni kelajagi uchun kuyov tanlasak yomon ekanmizmi? Pashshol. Onasi men 5 soatdan keyin Rossiya chiqib ketyapmanmi? Xo'p, nima qilay? Ana nimani? Naim aka. Hozir. Ha, Rossiyaga ketayotgan ekansiz. Dadam nos so'radi, shuni olib keting 1 kilo. O'zi bagajga nima solay deb turibdi, pusto edi-da. Bonka ham bor, olib chiqay murabbo. Assalomu bir flak. Uf, dadasi, xolodilnik ham bo'shab qopti. Mana shuni aytaman-da. Ana bu sen nima deysan? Rossiyaga ketayotgan ekansiz, dadam iskutga beryordi-yu, shunga olib keldim, olib ketarsiz. Men Rossiyaga ishga ketdim-ku, kargo xizmat qilyapman, men olib ketayotgan. Chamadonni yopmagan bo'lsangiz, yarim kilocha nos ham bor-da. Dadang pul yuboribdimi? Ha, yuborgan, bankka borib kelishimga aytdi. O qaysizda bunga yashayapti? Tezda ilovasini skachatibsizlar. Aytgan, Rossiyada O'zbekistonga eng katta yuqori kursda pul o'tkazmalari qilsang bo'ladi. App Store mana Play Marketdami ikkalasini ham skachat qilsa bo'lar ekan. Avra bilmasizlar, davay. Hatto mana kurtkacha olib keting. Dadasi, endi aeroportga ulgursangiz ham katta gap. Hadilik 5 qoldi-da. Yarim Moskvalarga ketdi. Yarim ko'rmaydi deb qiram etdi. Desa ko'p. Bor. Adashib ketyapsizlar. Mana ketdi. Ket. Yo'q, qani. Ritmni ushlay olmayapsiz. O'ttada ikki tomonga qaraganda